Yo'q, og'riqlar, tortishlar, uvishishlar yo'q. yaxshi. Shu bir yettan betdan eshitdim, shu Gulistonda shunaqa bir Orifxon degan bir zo'r doktor kelgan, mana shu grijani davolaydi deb. Men bormagan joyim qolmagan otajon. Bormagan joyim qolmagan. Lekin axir taqdiri mana shu yerda ekan, mana otasiga rahmat. Mana shunaqangi beozor qilib, shunday oson qilib, shunday chiqarib mana oldi, rahmat. Mana bugun chiroyli yaxshi choyam ichdim ertalab. Yeb ichib mazza qilib o'tirib mana aynalay otajon. Otasiga ming rahmat. 25 yil, 30 yildan burun qiynalib yurgan edim. Mana shu girja yo'nalishi bo'yicha dodlab yurardim. Yiqildim bir necha marta. Men o'zi asli ot chopib, uloqchi bo'lganman. Polvon bo'lganman. Lekin mana shu ot ketidan yiqilib hech o'zimga kelmay yuruvdim. Mana Allohga shukr. Oxirgi kelgan joyi mana shu Orifxon bo'ldi. Orifxonga mingdan ming rahmat va yoni beldagi doktorlarga ham rahmat. Mana kecha kirgizib mana operatsiya qildilar. Mana bugun mana o'rnimdan turib o'tiribman. Oyog'imda ham og'riq yo'q, belimda ham og'riq yo'q, Xudoga shukr. Boshim og'rirdi, davlena bor edi. Davlenani ham shu girija berar ekan. Davlena ham tushib ketdi, mana yaxshi bo'ldi. Men bularga nima deyman? Mingdan ming rahmat, ota-onalariga rahmat. Shularda shunaqa farzand qilib o'stirgan elimizga, xalqimizga shunday xizmat qiladigan doktorlarni boriga shukr. Xususan mana shu yerda hozir meni Orifxon doktor meni qildi, shu operatsiyadan o'zi qo'llab chiqardi. Otasiga ming rahmat. Ko'p yashasin, baraka topsin. Allohu akbar. Orifxonga ming rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu Gulistondagi doktorxonaga keldim. Rahmat.